Assalomu alaykum, Parranda Kuch kanalining hurmatli obunachilari va Andijon qora jo'ja ishqibozlari. Xudo xolasa akalar, 18-20 kunlik Andijon qora jo'jalarimiz sotuvga e'lon qilindi. Akalar, dastlabki xizmatini Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga keldi. Akalar, xudo xolasa jo'jalarimiz 410 ta jo'ja. Shunga shunaqa Andijon qora jo'jalaridan sog'lomidan vaksinalari bo'lganidan xo'roz makonlari ajrab qolgan, dumbatlari chiqib qolgan. Andijon qo'riqchilarimiz kelayotsa, bemalol pastki nomerlarga aloqa qilsanglar, O'zbekiston 12 ta viloyatga chiroyli qilib dastlabki xizmatlarimizni beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar 20 ming so'mdan qilib beradi. Kimga zarur bo'lsa, pastki nomerlarga aloqa qilib hozir Anqoramiz, Toshkent, Ohangaron, Anqor. Hozirda harakat qilyapmiz. Jo'jalarimiz holat bitta baho berib beradi.